Ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, cho'ntagingizga millionlab zarar yetkazasiz. Men Davronbek Ergashev, 8 yillik tajribaga ega arxitektor va dizaynerman. Hozirgi kunda O'zbekistonda 10 ta odamdan 9 tasi blok tanlashda xato qiladi. Hozir men sizlarga ko'rsatadigan narsani oxirigacha ko'rsangiz, cho'ntagingizni millionlab xarajatlardan tejab qolasiz. Ushbu videoga like bosib, obuna bo'lib qolishni unutmang. Qani ketdik. Qurilishda hozirgi kunda hamma deyarli blok o'tib ketyapti va ko'pchilik qurilish qilayotganda gaza blokni tanlayapti. Lekin aynan hamma xato aynan shu yerda boshlanadi. Nimaga deysizmi? Gaza blokning ham ikki xil turi bor. Bittasi 10 yil xizmat qilsa, bittasi 50 yil xizmat qiladi. Aynan bu bloklarimiz oilasida fena blok deganimiz ham bor, lekin ko'pchilik bularning farqini bir-biriga bilishmaydi va almashtirib qo'yishadi. Hozir men sizlarga bularning farqi va qanday qilib qurilishda tejashni ko'rsatib o'taman. Birinchisiga keladigan bo'lsak, fena blok. Fena blogimiz gaza blokda 2 karra arzon tushadi, lekin bu sizga 2 karra qimmat desangiz ham bo'ladi. Nimaga deysizmi? Fena blogimiz kimyoviy ko'piklantiruvchi mahsulot hamda tabiiy quyosh nurida qotiriladi. Yog'in sochinga deyarli chidamaydi, ya'ni uqalanib tushadi. Bu esa sizga qaysi ma'noda xarajatga olib keladi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, gubkaga o'xshaydi va qurilishingiz davomida ichkarida dalji mebel ham qotira olmay qolishingiz mumkin. Ikkinchi blogimizga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek mahalliy gaza blogimiz, fena blog va avtoklavni gaza blogimiz deyarli bir xil rangini hisobga olmaganda razmerlarimiz to'g'ri keladi. Ularga nisbatan yengil, ichi g'ovaksimon qum va sementdan tashkil topgan va tabiiy quyosh nurida qotirilgan. Bemalol qurilish qilsangiz bo'ladi, lekin yomon tomoni GOST standartdan o'tmagan. Agarda noturar bino quradigan bo'lsangiz, qurilish tashkilotlaridan kelib sizga pretenziya bildirishi mumkin. Tashqi ko'rinishdan avtoklavni gaza blogimizga deyarli o'xshash, faqat rangida farq qiladi, lekin ichki dunyosiga keladigan bo'lsa, yer bilan osmoncha farq bor. Agarda bunday bloglardan uyingizni yoki qurilishingizni amalga oshiradigan bo'lsangiz, o'rtacha 10 yil, 15 yilgacha yarashi mumkin. Chunki bu yemirish xususiyatiga ega va suvga unchalik chidamaydi. Nisbatan avtoklavni gaza blogimizga nisbatan mo'rtroq bo'ladi va sinish xususiyatiga ega. Yana bitta asosiy farqlardan bittasi, ushbu mahalliy gaza blogimiz GOST standartdan o'tmagan va qurilish jarayonida har bitta blogimiz bir-biridan 5-10 mm gacha farq qilishi mumkin va bu esa ustalarimizga qurilish jarayonida noqulayliklar olib keladi. Uchinchisi, avtoklavni gaza blogimiz. Ko'rib turganinglardek, avtoklavni gaza blogimiz GOST standartdan o'tgan, burchaklari ham o'ta ham tekis va g'ishtlar bir-biridan 1 mm gacha farq qiladi. Ishlab chiqarishga keladigan bo'lsak, avtoklavni gaza blogimiz 190 gradus issiqligida 12 soat davomida avtoklavda pishib chiqadi va oddiy gaza blogdan aynan shu joyda bilan farq qiladi. Aynan bu blogimiz juda ham mustahkam. Uyingiz yoki qurilishingizni ishlatadigan bo'lsangiz, devorga har qanday mebel va jihozlarni bemalol ila olasiz. Miq, armatura, har qanday narsani bemalol ko'tarib tura oladi. Zichligi juda ham mo'shni. Hozirgi kunda deyarli ko'plab qurilishlarimiz aynan shu avtoklavni gaza bloglardan foydalanishyapti. Demak, bu GOST standartdan o'tganligi uchun bemalol sifat darajasi ham juda ham yuqori va sizning qurilishingizga bemalol talabiga javob bera oladi. Yana bitta afzallik tomonlaridan biri, bu g'ishtimiz umuman shumoizolyatsiya, ya'ni shovqinni unutasiz. Issiqlik va energiya tejamkorligi juda ham yuqori. Ko'rib turganingizdek, Yevropa standartiga amal qiladi. Bundan gideta 15 yil oldin Yevropada bo'lganimda aynan qurilishlar polniy avtoklavni gaza blokda edi. U paytlarda bizda endi fena blok, mahalliy gaza bloklarimiz bor edi va shuning hisobiga bizning tushunchamiz bo'yicha bu g'isht bilan u g'ishtlarni bir-biriga almashtirib olish, ya'ni adashib ketishli holatlar ko'p bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, ushbu 3 ta bloglarimiz barchasini tasnifini berib chiqdik. Tanlov esa o'zingizda. Barcha bloglardan qurilish jarayonida amalga oshirsangiz bo'ladi. Mutaxassis sifatida esa GOST standartdan o'tgan avtoklavni gaza bloglarini tavsiya qilaman. Agarda sizga ushbu bloglarni ishlab chiqarish jarayoni qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi videolarimiz zavod va sexlarida bo'ladi.